Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikkita so'zdan iborat hadislar darsini davom ettiramiz. Bugungi hadis Imom Ahmad ibn Moja va Tirmiziylar rivoyat qilishgan hadis. Unda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zin va arjih dedilar. Ya'ni o'lchab ber va ziyoda qilgin degani. Bu hadisni sababi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir sahobadan kiyim sotib olayotganlarida o'sha kiyimga to'lov qiladigan pullaridan ziyoda qilib berishlikni buyurganlar. Bu yerda zin degani vazn o'lchov birligiga aytiladi. O'sha zamonlarda hozir siz u bizga o'xshagan o'sha odamlar pullarni sanab bermaganlar, balki oltin va kumush bilan savdo qilinganligi uchun uni oltin va kumushdan o'lchab berishgan, ya'ni og'irligiga qarab savdo qilishgan. O'shandan masalan bir misqol yoki bir qirot shunga o'xshagan og'irlik o'lchov birligi bilan pul to'langanligidan biror narsa olsalar, buni o'lchab ber deganda zin, ya'ni tortib bergin deyishgan. O'sha og'irligini tortib bergin. Muqobilida berilayotgan pulni og'irligiga qarab o'lchab berishgan. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha shu ishni qiladigan, shu ishga maxsus vakil qilingan odamga o'zlari olgan narsalarini, pulini ko'proq qilib o'lchab berishni nasihat qilganlar. Buni tortib ber va ziyoda qil deganlar, ya'ni. Bu bir qancha bizga o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xulqlarida va bizga olib kelgan risolatlarida bir ulkan ma'no borligini yana bir bor eslatadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam umumiy asoslarda barcha hayotning qismlarini qoplab yoki qamrab olgan hidoyatni olib kelganlar bizga. Alhamdulillahi robbil alamin. Bu hadisda ham ulkan ma'nolar jamlangan. Birinchidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror narsa sotib olmoqchi bo'lsalar, o'zlari borganlar. Mana bu hadisda ham o'sha kiyim deyiladi, hadisda kelgan. Bu hadisni sihhati darajasi haqida bir qancha olimlar xalq so'zlarni aytishgan. Imom Alboniy sahih deganlar, keltirganlar va hokazo. Xullas, o'sha o'zlari ba'zida odamlarni savdoga vakil qilsalarda, lekin ko'pincha o'zlari savdo qilganlar. Bu nimani bildiradi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Qur'onda Alloh taolo o'sha bozorlarda yuruvchi ekanligini, ya'ni bular mushriklar tarafidan ayblangan aybga raddiya sifatida Alloh taolo zikr qilgan. Bozorlarda yurishligini, taom yeyishligi va hokazo. Ya'ni o'zini o'sha Alloh taologa banda bo'lganliklarini hech qachon eslaridan chiqarmaganlar. Buni kundalik turmushda o'zlariga kerak bo'ladigan hojatlarni o'zlari ado etishlik bilan ham demak ko'rsatganlar. Hozirgi kunda odamlarni qarasangiz, agar bir amalga o'tirib qolsa yoki bir ilm sohibi bo'lsa, hatto talaba jihatida ham ilmda bir narsaga erishsa yoki oddiy bir ishxonada, odamlar odatda ishlaydigan ishxonada bir bo'lim boshlig'i bo'lsa ham, o'ziga bir yordamchi qilib, o'zini ishlarini bitirib yuradigan odamlarning payiga tushib qolishadi. Va bu narsa uni odamlardan uzilishligiga olib kelinadi. O'zi bu kibrni eshiklaridan biri bo'lib, agar Alloh taolo bundan saqlamasa, demak bu bilan kishi o'sha insonlardan o'zini baland tutishlikka olib keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday qilmaganlar. Ular o'zlarining hojatlariga o'zlari ro'baro bo'lganlar. Agar biror bir o'rinda agar vakil qilishlik shuni taqozo qilgan sabab tufayli bo'lsa, vakil qilganlar. Xuddi o'sha bir sahobani qo'y sotib olishga vakil qilganliklari kabi. Unda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u kishiga o'sha 1 dinor berib qo'y sotib olishga buyuradilar. U kishi qo'y sotib oladi va uni qayta sotib, o'sha yana 2 dinorga sotib, yana 1 dinorga bitta qo'y oladi, 1 dinorni qaytib olib keladi. Ya'ni shunaqa bir usta sahoba bo'ladilar savdoga. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga o'sha savdoingga baraka bersin qabilida duo qiladilar. Xullas, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari savdo qilganlar. Va yana eng asosiy hadisdan olinadigan foydalardan musulmon kishi boshqa musulmon kishiga xoh u narsasini sotib yoki undan narsa sotib olib pulini berayotgan bo'lsin, karamli bo'lish kerak ekanligi. Ya'ni kishini pastlashib ketmasligi. Islom bizni karim xulqlarga buyuradimi? O'sha karim xulqi hayotida ko'rinishligi. Bizning xalqda qanchalik yerga tushirib, qanchalik urib, yerga urib, ya'ni narxini tushirib olsa, o'zini shunchalik yaxshi ish qilganday bir kayfiyati yaxshilanib ketadi. Aslida mo'min kishi buyurilgan narsa nasihatli bo'lishi edi. Nasihatli bo'lish degani mana hadisda keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ad-dinun nasiha deydilar. Ya'ni bu din nasihatdir. Nasihat ma'nosi nima nasihat desa, bu mo'minlarga nisbatan nasihat
o'ziga foydali deb bilgan narsani ularning ham o'sha foydasini yaxshi ko'rishligi, ya'ni ularga ham foydali deb bilishligi. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Buni Imom Navoiy Imom Muslimning sahihlariga yozgan sharhlarida keltirganlar. Bir kun o'sha o'zlarini xodimlarini bir ot sotib olishga jo'natadilar. U xodimlari borib bozordan bir yaxshi otni olib keladi xo'jayini bilan birga. Ya'ni pulini bermaydi-da, uydan sanab beramiz deb 300 dirhamga savdo qildik deb olib keladilar. Va kelganlardan keyin Jabir radhiyallohu anhu otni ko'radilarda, bir minib ko'rsam maylimi deydilar, ha, minib ko'ring deydilar. Shunda otni minib ko'radilarda, bu oting 400 dirhamga tortadigan ot ekana, 400 dirhamga sotasanmi deydilar. Haligi odam o'zi noilojlikdan otini sotayotgan bo'ladi. Shundan tezroq sotay deb arzonroqqa 300 dirhamga sotayotgan bo'ladi. Mayli deydi. Shunda yana bir pas turadilarda, yana bir ko'rib, "Ke shunga 400 emas, 500 dirham beraman" deydilar. Shunda haligi otni sotayotgan odam ajablanadi-da, "Mayli" deydi. Shunday qilib 800 dirhamgacha narxini ko'taradilar-da, shunday qilib sotib oladilar. Shunda atrofdagilar hayron bo'lishadi. "Ya sheyx, nimaga bunday qildingiz? Sizga 300 dirhamga sotishga rozi bo'lib turgan odamga 800 dirham berib otini sotib oldingiz" deb hayron bo'lishadi. Shunda u kishi aytadilarki, "Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mu'minlarga nasihatli bo'lishga bay'at berganmiz" deyshadi. Ya'ni mu'minlarga o'zimiz uchun yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rishlikka bay'at berganmiz. Ularni ham foydasiga haris bo'lishlikka bay'at berganmiz deganlar. Bu hozirgi kunda jamoatlarni va butun boshli davlatlarni siyosatida teskarisi o'z aksini topgan bir siyosat bo'lib qoldi. Odamlarning foydasini oldinga qo'yishlik emas, balki ma'lum toifalarning foydasini oldinga qo'yishga o'xshab. Agar musulmonlar birodarlarining foydasini shunchalik oldinga qo'yganlarida edi, jamiyatda hozir kuzatilayotgan aksariyat kelishmovchiliklar bo'lmasdi. Chunki o'zaro kelishmovchiliklarning eng asosiy sabablaridan biri dunyoviy haqlarda kishi bir-birini haqqini to'liq ado qilmasligidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari savdolashib olgan o'sha kiyimlarini, liboslarini pulini to'liq berganda ziyoda ham qilib bergin deganlar. Odamlar hozir birovga pulini bo'lib bersani, mayli deb bergan narsasini bermasdan orqaga cho'zib yurishlikni yaxshi ko'rib qolishgan. Va bir narsani puli bo'lib tursa-da bo'lib olishlikka, ya'ni o'sha qarzga olib, nasiyaga olib, uni keyin orasini bo'lib, cho'zib, yana keyin oxiri ololmagandan keyin ozginasini kechib yuborib bo'lsa ham bir narsa qilib shu haqqini olib olishlik payida bo'lgan zamonga tushib qoldik, subhanalloh. Ya'ni bizga buyurilgan narsa bo'lmas edi. Bizga buyurilgan narsa biz olgan narsamizda ham insof qilishligimiz, bergan narsamizda ham insof qilishligimiz edi. Vaholanki aytganimizdek, insonlarning o'zi tabiatida molni yaxshi ko'rishlik bor, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin va o'sha nozik joyidan kelmaslik kerak odamlarga. Va nasihatda ham aytilinadi, agar bir kishi bilan tengma-teng gaplashmoqchi bo'lsang, unga hech narsa bermagin ham, hech narsa olmagin ham. Aniqrog'i biror narsa undan so'ramagin degani. Agar uni amiri bo'lmoqchi bo'lsang, unga biror narsa bergin. Agar uni quli bo'lmoqchi bo'lsang, undan biror narsa olgin deydi. Ya'ni bu qalblarni oshlo qilishlik va bu o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muhabbatni asosiy sifatida ko'rsatgan narsalardan biridir. Ya'ni o'zaro hadiyalashinglar, muhabbatli bo'lasizlar deganlar. O'zaro bir narsa berib, qalbini olib turish mumkin bo'lgan ish ekan. Hattoki odamlar siz unga moddiy narsa bermasangiz ham, salom bersangiz ham sizga munosabati o'zgaradi. To'g'rimi? Birovga salom bersangiz, yaxshi ko'rib, odobli bo'la ekan deydi. Uchraganingizda yoshingiz katta bo'lsa ham, "Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh" deysiz. Faraz qiling, yo'lda yuzni kelayotganda sizdan katta odamlar sizga salom bersa, kayfiyatingiz ko'tariladimi? Kayfiyatingiz ko'tariladi. Yosh bola ham salom bersa, katta odam ham sizga salom bersa, keyin birinchidan xursand bo'lasiz, ikkinchidan uyalasiz. Xulqan ustun ekan mendan bu odam deb uyalib qolasiz. Keyingi safar sizga amaliy da'vat bo'ladi. Sizga birov unaqa qilgin demasa ham shunaqa qilgis kelib qoladi. Haligini ajoyib ta'siri sizni ta'sirlantiradi-da. Siz aytasizki, xulqan ko'tarilgan odamlar qabilida bo'lmaslikka meni nima majbur qiladi? Nimaga bunaqa bo'lmasligim kerak deysiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam afshus salama baynakum deganlar. O'zi bu hadisda komil mo'min bo'lmaguninglarcha jannatga kira olmaysizlar va o'zaro yaxshi ko'rmaguninglarcha bir-biringlarni komil mo'min bo'la olmaysizlar va yo'lini o'rgatingmi o'sha o'zingizlar o'zaro yaxshi ko'rishlikni, salomni oranglarda oshkor qilinglar, fosh qilinglar. Afshus salama baynakum deganlar. Odamlarni hatto narsa berib emas, salom berib ham qalbini bir-biriga ulfat qilsa bo'lar ekan, muhabbatini sababchisi bo'lsa bo'lar ekan. Endi faraz qiling, siz biror narsa olayotganingizda sizga haqqingizdan oshirib bersa, siz 100 so'mga sotayotgan narsangizga qo'lingizga 110 so'm bersa, hadislarda bir qiyrat miqdorda oshirib berdi deydi. Tillada, bizda karat deydi-ku hozir.
o'zi ozgina unaqa ko'p o'lchov emas, lekin o'sha ziyodalik sizni qalbingizga qanchalik surur olib kiradi. Agar bir narsani sotib olsangiz, meva sotib olsangiz, 1 kilo to'ppa to'g'ri qilib o'lchab, ustiga bir dona olma qo'shib bersin, har safar o'sha sotuvchini oldiga kelasiz. Nimaga desa, u foydangiz ham mayli, siz uni qalbdan bir halol ekanligiga yaxshi ko'rib qolasiz. U mayli, u bitta olma bilan boyib qolmaysiz, lekin sizni haqqingizni urmayotgani, balki sizga o'sha bir mo'minning xulqini qilayotgani uchun uni yaxshi ko'rib qolasiz. Bizning dinimiz o'zaro muhabbatni va hurmatni ro'yobga chiqarishda amaliy qadamlarni bizga belgilab bergan. Agar shu narsalarni mahkam tutadigan bo'lsak, haqiqatda aytilgan o'sha natija sodir bo'ladi. Faqat haqqini talab qilaversa-da, sizga bo'lgan burchini bajarmasa. Masalan, bir tanishingiz bo'lsa-da, faqat shu haqqini so'rayversa, lekin sizdan olgan qarzlarni hech bajarmasa, hozirgi davlatga o'xshab, sizdan hamma soliqlarni olaversa-da, sizga qilib berish kerak bo'lgan ishlarni qilmasa, aynan buni teskarisi, o'sha xuddi sizni qiynash uchun atiq qilinayotganga o'xshab. Shuning uchun bu narsalar bo'lmasligi uchun albatta kishi dinini mahkam tutishligi kerak va musulmonlar bir-biriga nasihatli bo'lishlari kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ziga o'rnak qildimi? Allohga hamd aytsin. O'ziga shaytonni o'rnak qilmabdi-da, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'rnak qildi. Va odamlarning ichidan hozir o'zlarini shaytoniylar deb nomlaydigan toifalar chiqqan, o'zlariga shaytonni yo'lboshchi qilishgan. Shaytonga o'xshashga harakat qilishadi. Hatto ko'rinishini ham tasavvuriy shaytonga o'xshatishadi. O'sha bunga ancha pul tikib o'zlariga turli jarrohlik amaliyotlari o'tkazishadi, qoshlarini qirishadi va uni ichiga bir narsalar qo'yishadi, taqinchoqlar taqishadi, tillarni ikkiga bo'lishadi va hokazo. Demak, buni turi ko'p. Va ana o'shalar ham o'zlarini eng haq yo'ldaman deb o'ylashadi. Alloh taolo bizga xabar berganidek aytgan, bu dunyoda bir amallarida zalolatga ketib, yana o'zini eng to'g'ri ish qilib yuribman degan odamlarning xabarini berayman. Ana o'shalar eng adashganlardir degan Kahf surasida. Ya'ni bular dunyoda eng adashgan odamlardir. Va bizga esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdek bu dunyoda Alloh tarafidan ulkan xulq ustida ekanligi guvohlik berilgan bir zotga ergashishlikni Alloh taolo nasib qildi. Endi u kishining xulqini, ulkanligini agar siz faqat eshitib qulog'ingizdan nariyoqqa o'tkazib olmoqchi bo'lmasangiz, bir o'sha xulqlarga amal qilishlikka harakat qilib ko'ring. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odatiy hayotida bo'lgan hayot tarzida odamlar bilan qanaqa gaplashgan bo'lsalar, shunaqa ham bir qilib ko'ring. Mana berayotganingizda, birodaringizni haqqini berayotganda ko'proq berib ko'ring. Yoki uchrashganda salom bering, bolalarni ko'rsangiz erkalab qo'ying. Sizga 10 yil xizmat qilgan odamga falon ishni qilibsan yoki falon ishni qilmabsan deydigan bir sunnatni bir 10 yilga emas, 10 kunga joriy qilib ko'ring. 10 kunga joriy qilib ko'ring. Va siz bilan urushmoqchi bo'lgan odam sizga kelib yoqangizdan tortib bo'yinlaringizni qizartirib yuborgan odamga hech narsa demang. Va sizni ayblangan odamga agar sizni diningizda ayblamasa yoki sizni o'sha faqat shaxsingizni o'ziga xuruj qilsa, bo'ldi, men uni kechirib yubordim deb ko'ring. Ana o'shanda bilasiz bu xulqning qanchalik bir ulkan ekanligini, nimaga bizga Alloh taolo bu kishini maqtaganligini. Maqtov sababi bekorga emas. Agar bu ulkan xulq, bu ulkan bir din, ulkan omonatdorlik oson narsa bo'lganida edi, Alloh taolo uni alohida ajratib Qur'onda zikr qilmagan bo'lardi. Alloh taolo bizga o'rnak tariqasi zikr qildimi? Albatta uni demak bizga bildirilgan va bizga e'lon qilingan tarzdagi foydalari sobitdir. Va davomida Shayx rahimahulloh aytadilar, ushbu hadisdan olinadigan bir qancha foydalar bor. Xosatan savdo qilayotganda kishi o'zaro savdolashishligi mumkinligi. O'sha hadisni o'sha uzun qismida yoki boshqa bir rivoyat qilingan tariqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kiyim sotuvchilar bilan savdolashadilar. Shunga ko'ra savdolashishlikni joiz deyiladi. Endi savdolashishlik qanday bo'ladi desa, undan o'sha masalan 10 so'msa 9 so'mga berasizmi deyishlik bilan bo'ladi. Ya'ni o'zini arziydigan narxidan biroz tushirish mumkin. Lekin ba'zilarga o'xshab o'zi 10 so'm deyotgan bo'lsa, 3 so'mdan boshlamaydi savdoni. 3 so'mdan boshlab 7 so'mga olaman degan mo'ljal bilan emas. Kishi bir atrofga, bir voqelikka haqiqat ko'zi bilan qarashligi kerak. Atrofda shu narsani agar atrofda hamma shunaqa sotayotgan bo'lsa, demak narsani narxi haqiqatda shunaqa bo'ladi. Endi buni zarariga olmaysiz-ku oladigan narsangizni. Har doim ham eng arzon tushirib olganingiz eng yaxshisi bo'lmaydi. Shundan olimlar aytishadi, majbur bo'lib qolgan odamdan sotilayotganda masalan majbur ketish kerak yoki biror musibat tushdi boshiga, narsasini arzon sotyapti. O'zi 10 so'mlik narsani sizga 7 so'mga sotyapti. Bozordagi narxi 10 so'm. Shuni 5 so'mga oling deyishlik harom deyshadi ulamolar.
Ya'ni foydalanib qolib musulmonni musibatini o'ziga bayram qilib olmaslik kerak. Bu xalqda maqol bor. Otni o'limi itni bayrami deb. O'xshatishi qo'pol, lekin haqiqatda o'sha fe'lli odamlarni demak fe'lida xuddi o'sha bir hayvonga o'xshashlikni kuzatasiz. Ya'ni qancha ko'proq suyakka ega bo'lsa, shuncha xursand bo'lishlik. Musulmon kishi dunyoga munosabatda unaqa bo'lmaydi. Qaytaga musulmon birodariga yordam berganiga xursand bo'ladi. Kishi arzon oldi degani foyda qildi degani emas-ku. Hali yaxshiligiga yaraydimi, yaxshiligiga yaramaydimi? Lekin aniq agar risolatga ergashib qilgan fe'li bo'lsa, aniq foydasiga bo'ladi. Hech bo'lmasa Robbisi huzurida jamlanib, u uchun bir yaxshilikka hujjat bo'ladi. Alloh taolo shundaylardan qilsin. Va yana davomida aytadi, bir narsa sotib olgan kishi agar egasi rozi bo'lsa, unga qo'shib orttirib narx berishligi mumkinligi. Masalan, 10 so'mga kelishgan bo'lsangiz, 11 so'm bersangiz ham bo'ladi. O'zi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar. Sahih hadisda Imom Buxoriy Jobir ibn Abdullah radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallam aytdilarki, Alloh taolo agar sotsa yoki sotib olsa yoki qarzini o'taganda bir karamli bo'lgan kishini o'zi rahim qilsin deganlar. Ya'ni sotib olmoqchi bo'layotgan odamning holatini rioya qiladi. Agar masalan qo'li kaltaroqligi bilingan odam bo'lsa, arzonroq berib oladi. Agar sotib olayotgan bo'lsa, sotuvchiga qaraydigan odam bo'ladi. Agar majburligidan sotayotgan odamligini bilib qolsa, kengchilik qilib ko'proq pul beradi. Agar qarz olgan bo'lsa, qarzini o'z vaqtida beradi va unga oshirib ham beraveradi. Endi oshirib berishni talab qilishlik ribo. Lekin olgan kishi o'zi hech kim undan so'ramasa-da, rozi bo'lgan holda qo'shib berishligi mustahab amal. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday qilganlar. Bir tuyani qarzga olganliklari borasida keladi, yoshi kattarog'ini qaytargin deganlar. Va shunga o'xshab bu o'sha karimlikdan, ya'ni fe'lning kengligi, odamlarga yaxshilikni ilinishlikdan bo'ladi. Va arablarga risolat tushganligining sabablaridan biri ham aynan yaxshi xulqlar arablarda hatto mushriklarida ham jamlangan edi. Shulardan biri saxiylik edi. Va ularda saxiylik qilish o'zaro zarbul masal bo'lgan. Ya'ni kim saxiyroqligi haqida she'rlarda hatto o'sha tasvirlangan, kim saxiyroqligi odamlar orasida uning hurmatini belgilaydigan omil bo'lgan. O'zi kambag'al bo'lsa ham saxiylik bilan nom chiqarishlik ular uchun sharaf bo'lgan. Bo'lmasa ular boy odamlar bo'lmagan, sahroda yashaydigan qabilalar bo'lgan. O'shanda yeydigan narsasi ham, ichadigan narsasi ham sanoqli narsalar bo'lgan. Katta o'sha markaziy katta davlatlarga o'xshagan bo'lmagan, hamma ne'matlar oshib toshib yotgan joy bo'lmagan. Arab jazirasida bir mevani ham masalan pishadigan joy emas, bilsanglar. Hatto ularda o'sha bir nima deydi, yengi uzun bo'lishligi ham bir noodatiy hol bo'lgan. Bir sahobani o'sha qatl qilishmoqchi bo'lganda Makka mushriklari uni uzun yeb o'tirganini ko'rishadi. Hayron qolishadi. Makkada chunki uzun bo'lmasdi-da. Alloh taolo uni shu bilan o'limidan oldin ikrom qilgan. Karomat sohiblaridan edi bu kishi. Alloh taolo shahodatlarini o'sha mushriklarning qo'lida qildi. Alloh taolo ulardan rozi bo'lsin. Aytmoqchimanki, o'sha holatida ham, o'zi kambag'allik holatida ham o'sha karimlikni, saxiylikni yaxshi ko'rishardi. Shunaqa bir mard fe'llari bor edi. Bir bizni tilimiz bilan aytganda bir erkakligi bor edi. O'sha xalqni shunaqa bir jihati bor ediki, o'sha fidokorligi uchun ham, isori uchun ham Alloh taolo ularni payg'ambar bilan bir sharafladi. Bular butun insoniyatga keyin nima bo'ldi? Ustoz bo'lib ketishdi. Shu narsa bilan, shu din bilan ular oliy bo'lishdi. 30 yil ichida yalang'oyoq qo'y boqib yurganlardan butun dunyoning shohlarini o'zlariga qaratadigan va qaytaga o'sha bitta katta bir imperiyani yo'q qilib, ikkinchisini o'zlariga jizya to'laydigan holatda quvvat egalari qildi. Alloh taologa qiyin emas ekan, oson ekan. Va bu narsalarning boshlanishligi o'rtamizda shuni joriy qilishlik bilan bo'lar ekan. Haqiqatda biz izzat topmoqchi bo'lsak, oldin o'sha dinimiz bizning hayotimizda izzat topishligi kerak. Bu bizga katta darslardan bo'lar. Va davomida aytadilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunaqa bir saxovati va karamli ekanliklari savdoda ko'ringan. Va nafaqat savdoda, balki butun bir muomalatlarida, yuqorida buni eslab ham o'tdik, odamlar bilan bo'ladigan muomalatlarda ham, hatto hayvonlar bilan bo'ladigan muomalatlarda ham, hatto jonsiz to'nka bilan bo'lgan muomalatlarda ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqiqiy inson edilar, karim va karomatli inson edilar. U zot suyanib o'sha xutba qiladigan bir to'nka bo'lgan, ustun bo'lgan. Ya ustun nima desa, o'zi kesib kelingan daraxtdan qilinadigan narsa.
O'sha vaqti kelib u kishiga minbar qilib berildi. Shunda o'sha minbarga chiqib xutba qilishni boshladilar. Shunda haligi to'nka, haligi yog'och ingraganga o'xshash tinmay ovoz chiqardi. Bu sahih hadis, bu sahih hadisda rivoyat qilingan, xuddi shunday bo'lgan. Shu ingrab yig'laganga o'xshash ovoz chiqardi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xuddi bir bolasini bag'riga olib yupatgan singari borib, haligini bag'rlariga bosib yupatganlar. Keyin tinchidi deyiladi. Shunday kishi edilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U odamlar emas, hatto o'sha to'nkani ham karamliklari bilan, o'sha o'zlarini bir oliyjanobliklari bilan yupatgan kishi edilar. Endi shu kishiga qancha nasiba berildi? Mana qaranglar. Bu kishini mana o'tib ketganiga 1400 yilga yaqin vaqt bo'ldi. Orqalaridan hozirgi kunning o'zida 2 milliardga yaqin ummat har kuni tinmasdan duo qiladi. Har kuni tinmasdan sallallohu alayhi vasallam deymiz. Sallallohu alayhi vasallam degani Alloh taolo uni malaul a'lada maqtasin degani va uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jahannam o'sha qizdiriladigan qiyomat kunining dahshatlaridan salomat saqlasin degani. Alloh taolo u kishini dunyo va oxiratda ma'sum qildi va qarang, o'sha bu xulqlari va dinlariga bo'lgan harisliklari bu kishini haqqiga tinmay duo qilinib turishligini bir sabablaridan biri qilindi. Bizga shunday bir ibratni qoldirdilar o'zlaridan. Alloh taoloning salovat salomatlari bo'lsin u kishiga. Va savdoda ham shunday qilganlar. Hozirgi aytganimizdek, olganlarida ko'paytirib berganlar bahosini yoki qarz olganlarida ham yaxshiroq narsa bilan qaytarganlar. Agar shuni o'zimizga xulq qilib olsak, biz hozirgilarning tili bilan aytganda landavur bo'lib qolmaymiz. Hozirgilarning tili bilan aytganda lo'h bo'lmaymiz. Agar o'zimizga bir yaxshilik qilgan odamga ortig'i bilan qaytaradigan bo'lsak yoki uni xursand qilsak, biz nima deydi? Juda ham sodda, anqov yoki nima deydi? Go'l bo'lmaymiz. Balki hadisga ergashib odamlarning qalbini islomga va musulmonlarga va musulmonlardan bo'lsa o'zaro muhabbatni ziyoda qilayotgan bo'lamiz va buni barakatini albatta ko'ramiz. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tavozuli zot ekanliklari ko'rinadi bu hadisdan. Va o'sha sotuvchilarni o'zlarini oldiga chorlasalar ham bo'lardi. O'sha mahalla payg'ambar edilar. Odamlarning barchasi u kishini tanirdi. Chaqirsalar oldilariga kelardilar, lekin u zot o'zlari keldilar. Boyga aytganimizdek, o kattakonlik qilmadilar. Bir ajoyib fe'llari bor edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning. Va kim gaplashsa, eng yaxshi ko'rgani men bo'lsam kerak deb o'ylab qolardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning unga bo'lgan munosabatidan. Qani endi shunaqa odamni oramizda tanisak, qaniydi bilsak shunaqa odamlarni. Shuning uchun ham innaka la'ala xuluqin azim degan Alloh taolo. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganimizdek o'zlari narsa sotib olishga borardilar, ba'zida esa vakil qilardilar. Buni ham foyda sifatida zikr qilibdilar. Va o'sha oldi sotdida umumiy halol narsalarda, ya'ni o'sha savdo qilishning muboh ekanligiga ham dalil qilib turar. Va yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ushbu nasihatlaridan bilamizki, har bir qarz bo'lsin yoki o'zaro oldi berdi bo'lsin, bunda musulmon kishi o'zini haqqini to'liq ado etishga shoshilishligi kerakligi va eng kamida to'liq ado etishligi. Agar fazilat sohibi bo'lmoqchi bo'lsa, unga qo'shib berishligi matlub amal ekanligi. Bu faqat mo'minlardan ko'rinadigan hol ekanligi. Shuning uchun ham sizga oddiy bo'lgan narsa siz unga berayotgan odamga ulkan narsa bo'lishligi mumkinligini unutmang. Ko'pincha hayotimizda bir narsalarni buyurtma qilamiz, bizga keltirib berishadi. O'sha odamlar shuni haqiqatda muhtojligidan qiladi g'oliban. Agar siz musulmon kishi bo'lsangiz, unga o'zingiz qalbingizdan chiqarib bir yaxshilik sifatida biror narsa qo'shib bersangiz, butun kunida haligi bir xursand bo'lib yurishiga sababchi bo'lasiz. Alloh taologa shukr aytilishiga sababchi bo'lasiz. Sizni ko'rib balki u ta'sirlanar. Shuning uchun ham amaliy da'vatlarning eng yaxshisidir. Hudaybiya g'azotida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha umraga kirolmaganlarida Makkaga odamlarga qurbonliginglarni so'yinglar, sochinglarni oldiringlar, bu yil bo'ldi shu yerda ihromdan chiqamiz deganlarida sahobalar turib qolishgan. Ya'ni hali ham umidlari uzilmagan bo'lgan. Kirarmiz balki deb hamma turib qolgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahllari chiqqan. Va Ummu Salama onamizning oldilariga kirganlarida shikoyat qilganlar. Endi jahllari chiqib gapirgan, odamlarga nima bo'ldi ekan? Bular itoat qilmayapti deganlarida, ya Rasululloh, siz qurbonligingizni oling, ya'ni qurbonligingizni so'ying va sochingizni oldiring, albatta ularni sizga ergashganini ko'rasiz deganlar. Haqiqatda chiqqanlar, qurbonliklarni o'z qo'llari bilan so'yganlar.
sochlarini oldirganlar. Sahobalar birin-ketin kelib, ular ham qurbonliklarni so'ygan, sochlarini oldirgan. Ya'ni amaliy da'vat eng yaxshi da'vat. Hayotimizda ham o'zimizni dinimizga, e'tiqodimizga da'vat qilmoqchi bo'lsak, amaliy da'vat qilaylik. Chunki xohlaymiz-ku hammamiz odamlar ham biz bilgan narsalarni bilishligini, xohlaymiz-ku barchani sahih aqidada bo'lishligini, xosatan atrofimizdagi musulmonlarni. Agar ular bizlarni o'sha hayotimizda